Okean juda qo'rqinchli. Ammo bizga mavjud bo'lgan okean xaritalari juda ham yomon hisoblanadi. Agar Google Maps'ga qarasangiz, bularning barchasini aniq bilamiz deb o'ylashingiz mumkin. Ammo bu yolg'on. Biz okean tubi haqida Mars yuzasiga qaraganda ancha kam bilamiz. Bu qanday qilib bo'lishi mumkin? Biz Marsni har bir pikseli uchun 5 metr aniqlikda xaritalaganmiz. Taqqoslash uchun yer quruqligi taxminan 30 sm, ammo okeanlarimizning aksariyati taxminan 1,5 kilometr aniqlikda xaritalangan. Ya'ni 300 barobar kam tafsilot bilan. Bu esa katta muammo hisoblanadi. Chunki biz okeandan doimiy ravishda foydalanamiz. Biz uning orqali internet ishlatamiz, undan urushlar olib boramiz, undan oziq-ovqat olamiz, uni global savdo uchun ishlatamiz. Yer yuzasining 71% suvdan iborat. Shunga qaramay, okeanning tagida nima bo'layotganligi haqida juda ham kam tafsilotga egamiz. To'xtaychi, biz aqllimiz-u? Nimaga unda bunchalik kam tafsilotga egamiz? Kartografik ma'lumotga ko'ra, suv juda noqulay hisoblanadi. Umuman olganda bu narsa to'g'ri. Mars yoki yer yuzasi uchun biz suratga olishimiz mumkin, ammo yorug'lik okean tubiga yetib bormaydi. Shuning uchun uni ko'rish uchun boshqa usullarga muhtojmiz. Yaxshi xabar shundaki, biz hozir aynan shu texnologiyani rivojlantiryapmiz. O'z sayyoramizda aql bovar qilmas begona bir dunyo mavjud. Va nihoyat biz aniqroq ko'rish uchun texnologiyadan foydalanishni boshladik. Ushbu videoda men chuqurlikka sho'g'ib, okeanning eng yaxshi sirlarini ochib berishga harakat qilaman. Okeanlarni xaritalash hayratlanarli darajada qiyin ish hisoblanadi. Asosan ular ko'pchilik o'ylagandan juda ham chuqurroq bo'lgani uchun. Tasavvur qiling, siz qirg'oqdan suvga kirdingiz. 10 metr chuqurlikda siz tanangizga yana bitta to'liq atmosfera bosimini his qilishni boshlaysiz. 214 metrda siz jihozlarsiz sho'ng'igan inson uchun tasdiqlangan rekorddan o'tasiz va atrof tezda qorong'u va sovuq bo'la boshlaydi. 828 metrda siz yer yuzasidagi eng baland bino, Burj Xalifa balandligiga teng chuqurlikdasiz. 1000 metr pastda esa dunyo mutlaqo tanib bo'lmas holga keladi. Sirt yuzasidan keladigan hech qanaqa yorug'lik bu chuqurlikka yetib bora olmaydi. Qolgan butun yo'l qorong'ilikdan tashkil topgan. Siz esa atiga endi 10% gacha yetib bora oldingiz xolos. 220 metrda siz biz bilgan eng chuqur harbiy suvosti kemalari hududidasiz. Bizga ma'lum bo'lganlari. 3800 metrda siz Titanikka yetib borasiz. Uning biroz yuqorisida mashhur Ocean Gate'ning joyi bor. Bu yerda bosim 350 atmosferadir. Ya'ni nosoz mashinani soniyaning 1000dan 1 qismida ezib yuboradi. Taqqoslash uchun kosmosda atiga 90 soniya ichida o'lasiz. Shuning uchun agar sizga 1,5 kosmosda ichida bir necha soniya yoki okeanda ichida bir necha soniya deydigan bo'lsa, kosmosni tanlang. Agar o'zga sayyoraliklarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, okeanni tanlang. Men shunchaki okeanni juda ham yaxshi ko'raman-da. Eng chuqur qayd etilgan tabiiy nuqta bu 10935 metr chuqurlikda. Siz bu joyni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Mariana botig'i. Agar Everest tog'ini teskari qilib suvga qo'ysangiz ham, tubiga yetguncha yana 1 mildan ortiq masofa qoladi. Bu taxminan 737 samolyotini o'rtacha parvoz balandligiga teng. Okean nihoyatda chuqur, qo'rqinchli va hayratlanarli. Bu esa uni xaritalashni juda ham qiyinlashtirib yuboradi. Yer yuzasining 70% odamlar bora olmaydigan va oyoq qo'ya olmaydigan joylardir. Ularni to'liq qilib o'rganib chiqish juda qiyin ish hisoblanadi. Google xaritalariga qaraganimda butun okeanning topografiyasiga o'xshash narsani ko'rishim mumkin. Ammo agar biz okeanni to'liq batafsil xaritalamagan bo'lsak, men hozir nimaga qarayotgan bo'laman? Bizda global okean tubining yaxshi xaritalari yo'q. Bu xaritalarning anchagina qismi sun'iy yo'ldoshlarning gravitatsiya ma'lumotlaridan olingan. Dengiz olimi va okean xaritalash bo'yicha mutaxassis Steve Hall yorug'lik ma'lum masofadan nariga o'ta olmagani sababli sun'iy yo'ldoshlar miyani butunlay portlatib yuboradigan usuldan foydalanishadi. Okean yuzasi tekis emas. U juda ham ozgina darajada ostidagi shaklni takrorlab chiqadi. Yerning absolut gravitatsiyasi har doim ham mukammal emas. Agar chuqur jarlik bo'lsa, uning ostidagi suv yuzasida kichik cho'kish bo'ladi. Agar tog' bo'lsa, juda kichik bo'rtma hosil bo'ladi. Biz sun'iy yo'ldoshlar yordamida yer yuzasida radar impulslari yuboramiz. Turli joylardagi suv balandligini o'lchaymiz va shundan so'ng okean tubining shaklini taxmin qilamiz. Lekin bu radar usuli bizga to'liq va aniq okean tubi haqidagi ma'lumotlarni bermaydi. Biz yana hali anchagina narsani to'ldirishimiz kerak. Siz dengiz tubining shakli qanday ekanligini ancha yaxshi taxminiy ko'rinishini ko'ryapsiz. Buning katta qismi sifatli, lekin baribir ma'lum darajada ilmiy taxminlarga asoslangan hisoblanadi. Mana bu tepaliklar va ko'tarilmalarni ko'ryapsizmi? Biz bilamizki, ular suvosti tog'lari. Ammo agar kattalashtirib ko'rishga harakat qilsangiz, tasvir xiralashadi. Yaxshiyamki bizda boshqa usullar ham bor va ularning ba'zilari hattoki 100 yil oldin ixtiro qilingan hisoblanadi.
1913-yilda bir nemis ixtirochisi suvga akustik to'lqinlarni yuborib, ularning qaytish vaqtini o'lchay oladigan qurilma yaratdi. Bu sonar deb ataldi. Ammo faqatgina 1940-yillarda Mari Tarp ismli ayol bu sonar o'lchovlarini xaritalarga aylantirdi. Bu xaritalar tog'lar, vodiylar va ilgari hech qachon ko'rmagan narsalarni ko'rsatdi. Ular okean tubining ilk xaritalaridan ba'zilari edi. Vau, bular shunchaki xazina. Menga juda yoqadi. Keling bu yerga hozir ko'rsataman. Bular avvaliga umuman xaritalarga o'xshamaydi, balki biroz o'zgartirilishi kerak. U ushbu ma'lumotlarni olgan va yerning 2D ko'rinishini yasashni boshlagan. Va bu yerda ko'rishingiz mumkinki, bular haqiqatdan ham tog'larga o'xshashni boshlab ketgan. Ushbu ishlarni qilish ba'zida yillarni talab qilishi mumkin. Lekin avvaliga bunga o'xshamagan bo'lsa ham, keyinchalik haqiqiy suvosti xaritasiga o'xshashni boshlagan. Bu xaritalar qanchalik chiroyli bo'lmasin, ularning ko'p qismida bo'shliqlar to'ldirilgan edi. Bugun ham okean tubini xaritalashda sonar ishlatiladi. Ammo endi bu bir nechta nurlar o'rniga zamonaviy sonar bir vaqtning o'zida bir necha kilometrni qamrab oladigan minglab nurlar yuboradi. Bu tadqiqotchilarga katta hududlarni tezroq xaritalash imkonini beradi. Avvallari xira ko'ringan joylar endi anchagina aniq ko'rinadi. Ammo okeanning ba'zi qismlari bu usulda xaritalanmagan. Bizga yaxshiroq xaritalar kerak. Internet kabellarni yotqizish, sunami va bo'ronlarni bashorat qilish, dengiz sathi ko'tarilishini tushunish va inqirozlarga javob berish uchun MH370 ni qidirish jarayonida ilgari hech qachon xaritalarga ko'rinmagan butun boshli tog' tizmalari, vodiylar topildi. Odamlar okean tubini tekis va zerikarli deb o'ylashgan, ammo u jarliklar va cho'qqilarga to'la ekan. Bu esa xalqaro tashabbusga olib keldi. Uning nomi esa Seabed 2030 deb ataldi. Maqsad 2030-yilga kelib butun dunyo okean tubini batafsil xaritalash. 1,5 kilometr aniqlik o'rniga ular yuzlab metrlar yoki hattoki gavjum joylarda bir necha metr aniqlikka erishishni maqsad qilgan. Ma'lumotlar neft va gaz kompaniyalari, ekologik guruhlar va harbiylardan olinmoqda, ayrim cheklovlar bilan. Seabed 2030 shuningdek ilg'or texnologiyalarga tayanadi. Jumladan uchuvchisiz suvosti robotlari va sun'iy intellektga. Bu robotlar insonlar uchun zerikarli va qiyin bo'lgan usullarda okean tubini tizimli ravishda skanerlay oladi. Loyiha endi boshlanganida okeanning atiga 6% gina o'rganilgan edi. Loyihaning hozirgi davomida esa 25% okean to'liq o'rganilib chiqildi. Lekin hali juda uzoq yo'l bor. Aynan shu joyda men sizdan bir narsani iltimos qilib qolaman. YouTube videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin chiqib turib, Instagramga kirib turib, qidirishga bosib turib, kuchukcha Hazratov, qattiq bilan Hazratov ikkita pastgacha chiziqcha deb yozadigan bo'lsangiz Instagramga chiqib ketadi. Videolarni bosib turib, videolar ko'rib turib, like, komment yozib qo'yishlarini iltimos qilaman va follow ham bosib qo'yinglar. Let's go. Ushbu robotlar okean tagida biror nimani payqab qolishadigan bo'lsa, ular juda baland darajadagi aniqlik bilan uning nimaligini aniqlay olishadi. Ba'zi odamlar bu xaritalardan foydalanishdan xavotirda, chunki ekspluatatsiya yoki qazib olish ishlari boshlanib ketishidan juda xavotirda bo'lishadi. Ammo o'lchamagan narsangizni boshqara olmaysiz. Bilimning o'zi dushmanbas. Insoniyat har doim o'z muhitini xaritalash uchun, uni tushunish uchun va oqilona foydalanish uchun harakat qilgan. Hozir esa biz sayyoramizning so'nggi noma'lum joylaridan birini birgalikda o'rganmoqdamiz. Okean qo'rqinchli, go'zal va behad ulkan joydir. Biz nozik insonlarmiz, odamlarmiz. Biz hattoki bu yangi dunyoni 1% ni ham o'rgana olmayapmiz. Lekin qiziqish, texnologiya va to'xtamasdan harakat orqali bu narsalarni sekin-sekin erishishni boshladik va hali oldimizda juda uzoq yo'l turibdi. Men aynan hozir sabrsizlik bilan kutayotgan narsalardan bu birinchisi nimalarni o'rganishimiz bo'lsa, undan keyingisi aynan shu o'rgangan narsalarimiz orqali kelajakda yana ham tezroq rivojlanish uchun sarflashimizni ko'rishni xohlayman. Biz o'z aslida okeanni 1% dan u yog'iga o'tolmasdik. Lekin aqlimiz, texnologiyalarimiz va juda ham tirishqoqligimiz tufayli hozirda imkonsiz ishlarni qilyapmiz. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa like bosib, kommentga o'zingiz fikrlaringizni bildirib qo'ying va obuna bo'ling. Va Instagram haqidagi iltimosim esdan chiqmasin.